Hello bolalar, sizlar bilan men Legends Gaming va bolalar, bugun sizlarning e'tiboringizga hamma kutgan va so'rab kelayotgan Minecraft o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Bola bo'lmasa biz videoni asta-sekin boshlaymiz. Bilyapman bolalar, uni videodan qo'shiq chiqyapti, lekin bu qo'shig'i men qo'yayotganim yo'q, ya'ni montajda qo'shayotganim yo'q. O'yinni Minecraft o'zidan qo'shiq chiqyapti. Bolalar, bugungi videodagi eng katta maqsadimiz uy qurish bo'ladi. Bu Vijivaniyadagi, ya'ni Let's Play'dagi eng katta masala. Bolalar, bitta narsa aytaymi? Men umuman bu narsani o'zim qo'yganim yo'q. Chin o'g'il bola va'dam. Men bu narsani o'zim qo'yganim yo'q. Bu yerda o'zi paydo bo'libdi. Shuni bilinglar. Axir buni hamma ham bilsa kerak, to'g'rimi? Minecraftda o'zi shunaqa qaroqchilardan qolib ketgan xazinalar ham bo'ladi. Xo'p, bizga tekindan topib keldi, mayli. Tekindan keldi, olaveramiz. Xo'p, mayli, biz paydo bo'lgan biyom ham normalniy. Ya'ni oq daraxtlar, pastda esa pasaytiraylik bo'ladi. Qo'y, sen o'lding. Xo'p, mana buni ham chopsak. Xo'p, bola aytgancha so'rash esimdan chiqibdi. O'zinglar yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Tinchmisizlar? Ishlar yaxshimi? Xo'p, mana shu yerlarda ham qo'y yurgan edi. 19 ta daraxt bo'libdi. Mana uni o'pchida o'ptini olamiz. Voy, sal qoldi. Xo'p, mayli. Bolalar aytgancha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Chunki bizning maqsadimiz 100 ta obunachi bo'lish. Mana bu qora daraxtlardan ham ozgincha chopib ketaylik. Musiqasi juda ham chiroyli ekan. Aytgancha bu hozirgi eng yangi versiyada emas. Hozirgi ma'lumot berib o'tsam, hozirgi eng yangi versiya 1.22 versiya. Lekin u versiya telefonga hali qadam bosib kelgani yo'q. Ya'ni telefon versiyalarga. Telefon versiyalarida esa eng yangisi hozir 1.21, ya'ni g'or tagida qanaqadir nima bo'ladi-ku. Shamol maxluqlarimi bir nimalar. O'shalar bo'ladi. Bu video esa 1.19, ya'ni bo'tqoq yangilangan versiyada olinyapti. Bir pasda kech tushdimi? Yo'q. Boshqa narsa ekan. Adashdim. Kechirasizlar. Ya'ni 1.19 versiya bo'tqoq yangilangan versiyada olinyapti bu video. Ya'ni bu Let's Play. Xo'p. Menimcha shuncha ham yetsa kerak va bizda nechta jun? 2 ta. Menimcha 3 ta qo'y ko'rgan edim. Quyon. Normalniy. Keshatda o'zida ozgina tosh olib ketaylik. Baribir kerak bo'ladi tosh. Pechka yasashga, toshli qurol aslahalar yasashga. Xo'p. Bo'lmasa men videoni bir marta o'chirib yoqaman. Xo'p, mana bo'lmasa men 45 ta tosh kavladim. To'xta, buni o'zi versiya yasaymiz. Bitta. Mayli turaversin.
Xo'p. Topor 4 ataka, 5 ataka. Kirkani ham yangilaymiz. Kravat yasaymiz. Ikkita pechka. Bo'ldi. Xo'p, bunisi bizga narsalarni joylashtirib olishimiz kerak. Bu o'zi nimaga kerak bilmayman. Hali bular kerak bo'ladi hali. Buni ham keragi yo'q demoqchi edim, lekin necha o'tiraversinchi. Non bor. Bu bor. Buni olamizda. Buni qo'yib turib. Kech tushmayaptimi? Da, tushyapti. Bo'lmasa biz nima qilamiz? Mana bunday qilib turib. Bittasini olaylik. Buni boyga solib. Buni baqa solib. Endi biz o'zimiz uxlaymiz. Wow. Qo'yil quyosh botishi. Nima yo'qlab bo'lmayapti? Ana endi uxlab bo'lar ekan. Qo'yil. Xo'p. Qo'yil. Xo'p, nechoni bizamiz? Ol buni. Xo'p, bunisi biza asta-sekin vivaniyani davom ettiramiz. Biza endi bizning maqsadimiz ana qishloq topish. Qishloqdan anchagina kuchayamiz chunki bu yerlarda qishloq yo'q ekanligiga aminman. Chunki bu yerda hammasi oq daraxtlar. Mayli bo'lmasam tuzukroq bu ham qidirib olg'a. Qishloq chiqish ehtimoli juda ham kam. Necha? Bolalar, men yo'lda mana bunaqa shaxta ko'rib qoldim va bu yerga tushishga qaror qildim. Xo'p, bo'lmasam biz Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Xo'p, boshlanishi yomon boshlandi. Birinchi bo'lib zombini hal qilamiz demoqchi edim. Creeper bor ekan. Hali zombini hal qilamiz. Creeper qoch. Vah. Voy. Chiqolmasin. Voy. Bo'ldi, tepaga. Bu yer meni joyim emas ekan. Adashibman. Adashibman. Bu yer men uchun emas ekan. Yanami yo'qole. Xo'p, bo'lmasam biz yana oq daraxtlar tomonga kelib qoldik. Yiqilgan daraxt. Oq daraxtlar hamma yoqda bor ekanda. Bo'lmasam biz mana bunday qilamiz. Hozir qilayotgan ishim g'ir telbalik edi.
Hop, endi bize sistemalarga kirib, hop, chunkni maksimal 10 tagacha ko'taramiz. Da. Super qo'tishlar. Hop, qishloq yo'q. Abola kechirim so'rayman. Qishloq yo'q. Oh. Tog' bor ekan. Qishloq yo'q. Shaxta bor ekan. Bo'lmasam yana biz sistemalarga kirib, chunkni yana 5 taga tushirib qo'yamiz. Bu o'yin qotmasligi uchun. Da. 5 ta chunk. Juda ham qiyin. Bo'lmasam biz yana qaytadan bu toshlarni sindiramiz. Hani joy bo'lmaganda yaxshiroq uni topib oldik. Shaxta. Umid qilamanki, u yerdan temir chiqadi. Xo'p. Yo'lma-yo'l yuradigan ovqatlar bo'lsa, ularni ham to'plab ketamiz. Mana o'sha shaxta. Bu mana bu yerda suv. Aytganimdek tezroq tush. Bu yerda mis bor ekan, lekin mis bizga kerak yo'q. Yana blok nima qilyapti deb. Ko'mir. Mayli, buni ham chopib ketamiz. Teshib chiqmaydi, hech nima qilmaydi. Axir bu ham fakil yasashga kerak. Yoki bo'lmasa yeguliklarni qovurishda. Va biz hozir shartta tunni o'tkazib yuboramiz. Xo'p, aytgancha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz yaqinda 100 ta bo'lmoqchimiz. Xo'p, biz bo'lmasa uyda qurilish ishlarini boshlaymiz. Yo, to'xta. Naqsam ko'p taxta ketib qolyapti. Qo'yil nechta joyga sakradim? Bu yerga da sakrab chiqib bo'lmaydi. Bo'lmasa biz ham mana shu bitta joyda eshik qilib ochamiz. Da, как раз shu yer mos tushadi. Uyimiz полностью oq taxtadan bo'ladi. Video yoqyaptimi yo'qmi, shuni ham sizlarga yoqishni xohlayman video, albatta. Aytgancha qaysi bloger o'z obunachilariga videosi yoqmasligini xohlaydi? Masalan, men emas. Xo'p, navbatda yana bir qavat qilib chiqish kerak ekan, lekin bizda allaqachon işte. Bizda allaqachon 26 ta qoldi. Xo'p, bo'lmasa buni chekkaroq olamiz. O'zimizda ekan qavat. Yotoq ustiga bosib qo'yamiz. Verstagi где-то mana bu chekkalarga qo'ysak bo'ladi. Xo'p.
endi nima qilamiz? To'xta, hozir bizga mana bundan kerak. 8 ta ketadimi? Qo'yil. IQ cheksiz. Ana, tayyor derza. Da 8 ta faqat bir tomonga yetar ekan. Bizga yana daraxt kerak bo'lyapti. Yo'q, aytgancha bizda daraxt bor. Lekin bu qora daraxt. Esiz. Atigi bir tomonga yetmay qoldi-da. Mayli, teshib chiqmaydi. Xo'p, bizni unda sandiqqa keraksiz narsalarni tashlab. Obo. Shuni ham qish qo'ydi. Yo'q, bularni qovurishga qo'yamiz. Nima bo'ldini keraksiz. Bularni albatta tashlaymiz. Yo'q, to'xta, ish qo'yamiz. Bo'ldi. Bu nonni yeb tashlaymiz. Pechkalarni esa mana bu yerga qo'yamiz. Bunisiga 3 ta. Bunisiga ham 3 ta. Uch ana bo'ldi. Endi bizga juda ham ko'p o'q taxti kerak. Yana yog'och chopamiz. Aytgancha sizlarga savol. Minecraftda eng ko'p buyumga ishlatiladigan narsa bu nima? Yog'ochmi? Yog'och deb o'ylayotgan bo'lsangiz, albatta yo'q. Javobini albatta kutib qolaman. Xo'p. Bizga 16 ta bo'lsa, 4 tadan bo'lsa 64, ya'ni 1 stak bo'ladi. Bizga esa 1 stakdan ancha ko'proq taxta kerak. 16 ga 16 nechi? Hozir buni hisoblab tashlaymiz. 6 ga 6 12. 1 yodda. 12 ning ikkisi 1 yodda. Xo'p. Nima hisoblayotganlarim esimdan chiqib ketdi. Xo'p, 6 ga 6 12 1 yodda bizga yana 1 2 1 yodda. Bizga xullas 32 ta mana bunaqa yog'och kerak bo'ladi. O'shanda x tak bo'ladi. Matematikani ham yig'latib yubordimmi? Mana shuni chopsak, tamom. Bizga x tak yog'ochga bo'ladi. X tak ham hazilakam narsa emas. Verstak oldiga kelamiz va aytganimdek x tak menimcha x tak. Xuddi men o'ylaganimdek. Kallamga qo'yil. Unda bizga mana bunaqadan yana bitta.
har ehtimolga qarshi mana bundan ham bizga yog'och o'ta kerak tomni qurish uchun. 48 ta ketarmikan tomni o'ziga. Qiyshiq qo'yib yubordim. Hammada ham bo'lib turadi bu qiyshiq qo'yilish. Xo'p, xudo xolasa men narigi safarga albatta do'stlarim bilan vijivaniya qilishga harakat qilaman. Lekin nima desam bo'ladi, va'da bera olmayman. Harakat qilaman do'stlarimni chaqirib video olishga. Lekin va'da bera olmayman. Qanot tushundinglar. Xo'p. Oppo, yana qiyshiq qo'yildi. Nima bu menga tekkan kasallikmi? Bilmadim, 10 ta. 48 ta. Hoppa. Как раз borku mana shuni qo'ysak borku hammasi go'zallashib ketadi. Xo'p. Fakir o'zimizdeki. Ko'mirni tasha. Bu yerga bitta, bu yerga bitta. Yo'tal uchun kechirim so'raymiz. Mana. Bo'laveradi. Mayli bolalar, unda video shu joyda yakun topadi. Albatta keyingi videolargacha uchrashguncha xayr. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan mana shu Minecraft uz bo'ladi.